Kecha yana xo'rozim qochib ketdi, eshitgandirsiz. 2 raundga yaramasdan yurvordi xo'roz. Bir oy oldin Telegram gruppadan sotib olgandim. Yaxshi pul bo'lsa sotamiz deyishsa, zo'r narsani bolasi bo'lsa kerak deb shashilib olibman. Keyin bilsam, jo'jaga jo'jadan chiqqan ekan. Siz xo'rozlarni Qo'qonli Rasulxondan olarkansiz, shu gap rostmi? O'zlaring Tojikistonga borib toy yutib kelyapsizlar. Telegram kanallarda zvezda bo'lyapsizlar. Necha pul qilib beryapti sizga xo'rozlarda? Menga ham biror to'p berasizmi? Yo sizdan zo'r bo'lib ketishimdan qo'rqyapsizmi? Shunchalik ham baxil bo'ladimi odam degan? O'char ovozingni. Men senga necha marta aytdim.